Voy, bilmayman qanaqa muolajalar qildilar, lekin shunaqa mazza qildim. Yuzim, tanam, o'zim, miyam hammasi dam oldi. Ayniqsa yuzim. Shunaqa ketma-ket nimadirlar surdilar, lekin haqiqatdan bitta narsani his qildim. Yuzim nafas oldi. Xuddi ancha yillik jang turgan narsani ustini yaxshilab artgandan keyin qilib chuqur nafas oladi-yu, yuzim ham xuddi shunaqa chuqur nafas oldi. Ukollardan, inyeksiyalardan juda ham qo'rqaman. Aynan shu sababli terimni ichigacha kiradigan vitaminlarni ketma-ketlikda qilib, yuzimni shunaqa to'yintirib berdilar. Aynan vitaminlar bilan, menga kerakli bo'lgan moddalar bilan shunaqa mazza qildim. Ana xuddi shu muolajani sizlar ham xohlasanglar, bemalol Shahnoza klinika kelsanglar, nafaqat Shahnoza opam o'zlari, balkim bir-biridan go'zal qizlarimiz ham bu muolajalarni sizlarga qilib qo'yishi mumkin. Ikkinchi etap esa boya aytganimdek, baqa-baqa, Xudo xolasa uni ham qilamiz va uni ham effektini sizlar bilan bo'lishamiz. Bizani kuzatishda davom eting.